Abdurahmonov, Ha. monni qo'shib bergan senga zo'r bo'ldi, ha? Nima deganingiz bu? Qarshilik qiladiganlarga o'zimni ham kuchim yetadi. Mahmadonalik qilma. Olma birinchi o'rin. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim. Assalom. Nima bo'ldi komandir? Shoshyotgandim. Qo'yda buzib kelyapsiz. Nima qoidabuzarlik qildim? Abdurahmonov, tushuntirsang-chi. Sizni qoida buzarligingiz mashinani qoida buzmasdan haydab ketganligingiz. Shunaqasi ham bo'ladimi? Jarimasi bor. Jarimasi shundan iboratki, bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bo'lganligi munosabati bilan yo'l patrul xizmatlari xodimi nomidan sizni arzimas bo'lsa ham shu gul bilan tabriklayman. Shunaqa deysizlarmi? Iya, jarima yozish o'rniga gul berishyaptimi? Voy, mengachi? Har doim mashinaga guldek ochilib, chiroyli ayol bo'lib yuring. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. O'rtoq, shunaqa ham omadli bo'lasanmi? O'zi qizlar omadlisan desa, men ishonmasdim. Komandir, buni qizilga o'tganini bilmadingiz. Shtraflarini borligini ham bilmadingiz. Hattoki pravasiz yurishini ham bilmadingiz-ku. Judayam omadlisan-a. Mengachi gul, komandir. Sizga o'xshagan o'rtoqlar ko'paysin. Mana bu gul sizga, mashina esa bizga. Qanaqasiga? Shunaqasiga mashina jarimadan qoladi. Rahmat esa bugun o'zga aytib qo'yasiz. Bayram muborak bo'lsin.